So'nggi kunlar zakaz soni bo'yicha bang'illagan kross qo'limda obzorda Kolumbiya brendini krossi bo'ladi va hozir kunga ko'pchilik so'rayotgan narsa waterproof, ya'ni suv o'tkazmas model bo'ladi qo'limda va storyda yozdim adashmasam ushbu oyoq kiyim haqida. Ko'p oyoq kiyimlarda bitta suv o'tkazmas bo'lgani bilan qolgan qismlarida boshqa sifatlari yo'qoladi. Lekin bunda bo'lsa o'zining yumshoqligiga olib qolingan, ya'ni Kolumbiya yumshoqligiga e'tibor bergan. Bunaqa yumshoqligi yoki bunaqa xususiyatlarga ega bo'lgan oyoq kiyimni o'zi примерно $150 atrofida sotilyapti, lekin bu Kolumbiyamizda $110 atrofida, aniqrog'i $114dan zakaz olindi. Xo'p, tekstil material ko'rishingiz mumkin, lekin o'sha va'da qilinganda suv o'tkazmaydi. Ichida o'sha suv qaytaruvchi, lekin ichkaridagi havoni tashqariga chiqarib tashuvchi sistemali material joylashtirilgan va o'ziga biriktirilgan bo'lishi kerak. Hozir ko'ramiz ichini. Tashqi tarafi bilan ichki tarafi bir xil va mana bu qo'rg'alarni ustiga oq poloscalar qilib oyoq kiyim yana ham chiroyli ko'rinishga olib kelingan. Oldi qisman himoya qiluvchi rezina bilan jihozlangan, orqasiga o'xshab va spoiler ko'rmayman. Bu yerda yo'q, o'zini tizuvlari spoiler ko'rinishga olib kelingan va anaqa gripli, tishli, yumshoq ko'pik. Yumshoq, haqiqatda yumshoq ko'pikga suv o'tkazmas material bu juda yaxshi kombinatsiya. Telarni ham tishi qattiqroq qilingan, shuning uchun menimcha suvli, yomg'irli havolarda ham, hattoki qorli havolarda ham yursalar bo'ladi. Ichiga qiziqdim. Qani, termomikin, ya'ni izolyatsiya qilinganmikin tepa qismidan. Примерно mana mamutda уже ulangan ekan. Bu yerdan pasti tikilgan, ya'ni kutilganidek mana bu tizuvdan уже yopilgan. Ya'ni ichkariga suv kirish ehtimoli juda ham past, hattoki mana bu qismdan ham. Tavsiya qilamiz, hozir ham shu narx ekan va 4 xil rasvetkasi adashmasam sotuvda mavjud. Bu eng xabar rasvetkasi seriya, ko'k chiroyli rasvetkasi bor ekan, yana bitta qanaqadir rasvetkasi bor edi.